Hammaga assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mana bugun men sizlarga yana bitta yangilik aytmoqchiman. Bu juda katta, zo'r yangilik. Birinchisi bizni birinchi videomiz chiqqanda, ya'ni Kreativ maktab deb ochganimizda birinchi video qo'yganmiz va shu video 300 ta prosmotr yig'ibdi. Ya'ni ko'rishlar soni 300 taga yetibdi. Undan tashqari biz yaqinda qo'ygan shorts videomiz, ya'ni qisqa video, uni ham ko'rishlar soni 1000 taga yetibdi. Bu biz uchun katta natija hisoblanadi. Bu bizni keyingi qadamga yetib kelganimiz hisoblanadi. Ya'ni biz rivojlanayotganimizni belgisi hisoblanadi. Undan tashqari bizni obunachilar sonimiz 65 taga yetibdi. Bu ham natija. Biz har doim natija qilib yuraveramiz. Undan tashqari bizni challenge'imiz ham davom etyapti. Challenge'imizni natijalarini tashlab borish esimdan chiqib qolyapti, lekin tashlab qo'yaman. Kommentariga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Like bosinglar. Agar yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.